Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun seshanba. Tuvandagi xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Afg'onistonga aloqador xabarlarni asos qilgan xabar organi Xama agentligining 16-yanvar xabari. Afg'oniston Badaxshan viloyatining uchur va madaniyat idorasi boshlig'i Mo'izziddin Ahmadi mazkur agentlikka bergan ma'lumotida Pamir yuqori sur'atli yo'lning vatanimiz Sharq Turkiston chegarasigacha bo'lgan qismi haqida to'xtalgan. Mo'izziddin Ahmad so'zida Pamir yuqori sur'atli tosh yo'lining Xitoy chegarasigacha bo'lgan qismi yasab bitirildi. Amdidan boshlab bu yo'lga aloqador qatnash plani va bu yo'lni taraqqiy qildirish ketarlik xamchut loyihalarini amaliylashtirish boshlandi degan. Xabarda bildirilishicha, Taliban hukumat doiralari 2023-yil sentabr oyining boshlarida Afg'onistonning Vaxan rayoni bilan vatanimiz Sharq Turkistonning chegarasini tutashtiradigan yo'l yasashni boshlaganligini jakarlagan bo'lib, bu yo'lning umumiy uzunligi 50 kilometr, kengligi 5 metr ekan. Bu turga Afg'oniston yezi qishloqlarni gullantirish ministerligi mas'ul bo'lgan. Mazkur ministerlikning Badaxshan viloyati tarmoqi boshlig'i oldingi yil sentabr oyida ministr Muhammad Yunus Aqxonzade va boshqa yerlik amaldorlarning bu yo'lni boshlash qurilishida hozir bo'lganligini qayd qilgan. Bu yo'lning umumiy chiqimi uchun 369 million 579 ming afg'oni sarf qilingan bo'lib, bu summa taxminan 5 million 140 ming Amerika dollariga tengdosh ekan. Taliban Badaxshan viloyati yerlik amaldorlarining bildirishicha, eng tuvan chiqim va qisqa musofa bo'yicha yasalgan bu yo'l Xitoydan keladigan tijorat tovarlarining Afg'onistonga import qilinishiga va Afg'onistonning yerlik tovarlarining Xitoyga eksport qilinishi qulaylik tug'dirdi ekan. Xabarda yana monola bildirilgan. Amerika Kengash palatasi Tashqi ishlar komiteti boshlig'i Mikhail McCall oldingi hafta Xitoyning Afg'onistondagi ta'siri haqidagi andishasini bayon qilib, Xitoyning yaqin kelgusida Afg'oniston Bagram aerodromini o'z kontrolligiga olish mumkinchiligidan ansiraydiganligini ifodalagan. Amerika amaldorlari Xitoyning Afg'onistonga selayotgan mablag'lar haqida andishasini doim bayon qilib kelgan bo'lib, ular bo'libmi Xitoyning Afg'onistonda litium manbalari etishga mablag' selishiga andish nazarda qarab, Xitoyning bu harakatlarining Afg'onistonning davlat manfaatiga ziyon keltiradiganligini ifodalab kelgan. Reuters agentligi 16-yanvar xabari. Xitoy bosh ministri Li Qiang 16-yanvar Shveysariyaning Davos shahridagi dunyo iqtisod munbiri yig'inida so'z qilib, Xitoy iqtisodining tashqi dunyoga ochiq ekanligini, chet el korxonalarining Xitoyga mablag' solishdan oladigan foydalarini shundaqla dunyoviy raqobatlarga taqobil turish uchun savdo tijorat jihatlaridagi to'salg'ularning elib tashlanish kerakligini o'tirib qo'ygan. Xabarda bildirilishicha, Xitoy Covid virusidan keyingi iqtisodiy jonsizlik va o'ymilik sohasidagi cho'kish qatorliq masalalarga duch kelgan shundaq bir paytda Xitoyga mablag' solgan chet el korxonalari amaldorlari o'zlarining Xitoydagi uzun muddatli qad ko'tarish orzulari to'g'risida o'tgan 40 yil mobaynidagi tunji qatimliq andishiga duch kelgan. Xitoy bosh ministri Li Qiang bu yig'inda qilgan so'zida yana aholisi tez sur'atda shaharlashayotgan 1 milliard 400 million nopasga ega Xitoyning yer shariy umumiy ehtiyojda muhim rol o'ynaydiganligini tilga olgan. U so'zida yana Xitoyning o'z bozorini chet el korxonalariga ochiq tutishni burunqidagila qat'iy davomlashtiradiganligini, fursatlardan tang bahramon bo'lishda chet el korxonalariga foydali sharoitlarni yaratib beradiganligini tilga olgan. Yerusalim Pochta gazeti 16-yanvar Isroiliya Turkiyaning Hamasni qo'llashi qarab turmaydi nomli maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada monola bildirilgan. Isroiliya o'zining yaqin ittifoqdoshi Amerikaning yordami ostida Turkiyaga shuni chekilaydiki, Turkiyaning Hamasni qo'llashni davomlashtirish sababli Isroiliya Turkiya munosabatida og'ir oqibatlar kelib chiqadi. Hamas Isroiliyada urush boshlanib 3 haftadan keyin Istanbulda o'tkazilgan Falastinga hamdam bo'lish yig'ilishida so'z qilgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Hamas terrorlik tashkiloti emas dedi va Isroiliyaning G'azzaga qarshi urush jinoyati o'tkazayotganligini bayon qildi. 2023-yil dekabr oyida Anqarada so'zlagan nutqlardan biri bo'lsa, Erdo'g'an Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahuni Gitlerga o'xshatdi. Abdur Noalazmi mazkur maqolasida yana Erdo'g'anning Isroiliya dushmanligi yolg'iz so'z bilan cheklanmaydi. Necha yildan beri Erdo'g'an Hamasning siyosiy, iqtisodiy, askariy jihatlardan to'xtovsiz qo'llab, Hamasning barg'anch kuchayishini, gunohsiz Isroiliya xalqining bo'lsa Hamasning baloy ofatlariga duch kelishini keltirib chiqadi deb bildirgan. Maqolada yana monolar ko'rsatilgan. Turkiya Hamasning bexatar panohgohi. Turkiyaning Hamas rahbarligiga bexatar panohgoh bo'lib berayotganligi hech kimga maxfiy emas. Anqara Hamasning yuqori darajalik amaldorlarini doim kutib oladi. Erdo'g'an Hamasning beshidagi Ismoil Haniya va Xolid Mashal qatorliq rahbarlar bilan ochiq-oshkora ko'rishib yurdi. Hamasning moliya bo'limi mas'uli Zohir Jabardin Istanbuldagi ishxonasida o'tirib olib, Hamasning Erondan oldigan iqtisodiy yordamlarini nazorat qilib turdi. Bu iqtisodiy yordamlarning orasida Turkiya tarafdan keladigan yordam bor. Turkiyaning Hamasga askariy yordami bor. Maqola avtori Noalazmi yana monolan bildirgan. Agar Turkiya Hamasni qo'llashdan qo'lini tortmasa, Turkiya o'zining bu qilmishi uchun og'ir badal to'laydiganligini Isroiliya tarafining aniq o'tirib qo'ydigan payti keldi. Turkiya toki Hamasni terrorlik tashkiloti deb atab, Hamasga shu bo'yicha muomala qilmoqchi, shundaqla Turkiya o'zining Hamasni qo'llash sababli Amerikaning qo'ygan jazolariga to'liq bosh egmaguncha Isroiliya hukumatı Turkiya bilan bo'lgan munosabatdagi har qanday bo'lg'isi normallashni rad qilish kerak.
Reuters agentligining Washingtondan 18 yanvar xabari. Amerika va Xitoy moliya amaldorlari 17 yanvar chorshanba kuni Beijingda 2 kunlik yig'in ochgan. Yig'inda ikki davlat orasidagi iqtisodiy muqimlik va pul muomala bozori masalalari muzokara qilingan. Amerika moliya amaldorlaridan biri bu yig'in haqida to'xtalib, yig'inda Dunyo banki, xalqaro pul muomala fondlari, ikki davlat orasida chegara hal qilgan pul to'lash mexanizmi qatorliq masalalar analiz qilinganligini bayon qilgan. Xabarda ko'rsatilishicha, bu yig'inni uyushtirgan xizmat gruppasi Amerika moliya ministri Janet Yellen oldingi yili iyul oyida Beijingni ziyorat qilgandan keyin tashkillangan ekan. Xitoy yer tevrashni kuzatish markazi to'rining 1-oyning 23-kundagi xabarda ko'rsatilishicha, 23-yanvar soat 2 dan 9 o'tganda Sharq Turkistonning Aqsu viloyati Uchturpan nahiyasida 7.1 bal yer tevragan. Yer tevrash doirasi shimoliy kengligi 41.26 gradus, sharq uzunligi 78.63 gradus, cho'nqurligi 22 kilometr bo'lgan. Xitoyning xabarlariga qaraganda yer tevrash jarayonida o'rilib tushgan uylarning soni aniq emas ekan. Yaralangan kishi 5 nafar, qazo qilgan kishi soni 3 nafar deb e'lon qilingan bo'lsa-mu, Xitoyning Douyin, Kuaishou va Weibo qatorliq ijtimoiy taratquv vositalari tarqalgan ko'rinishlardan ofatning intayin og'irligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Xitoy yer tevrashni kuzatish markazining 23-yanvar soat 16 gacha bo'lgan kuzatish jarayonida ko'rsatilishicha, 3 bal va 3.9 bal yer tevrash 11 qatim, 4 bal va 5.9 bal va 6 bal qalduq yer tevrash jami 70 qatimdan ortiq bo'lgan. Kuzatuvchilarning deyishicha, hali ham qalduq yer tevrash davom qilmoqda ekan. Qazo qilgan va yerdar bo'lganlarning soni eshishi mumkin ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.